Quşlarning chüşlük uyqusi. Büyük baraxsan o'sgan Dolana daraxtida anasi yig'izgan 3 balasi bilan birga yashaydi. Yig'izgan balları anasining cho'risida vichirlab tinmaydi. Sirtdagi dunyoning qandaqligini bilgisi kelib, sarqish ilkida sirtqa qaraydi. Anasi yig'izgan kun bo'yi aldirab tinib, ballarga oziq istaydi. Ve ularning baldurroq qatorga qo'shilishini umid qiladi. Tush vaqti bir kun ichidagi eng yaxshi vaqt. Anasi yig'izgan ballarning qo'chqini to'xlab bo'ldi. Ballari bir-biriga yaqin chaplashib, jimjit yetib, chüşlük uyquga tushdi. Quyosh nurining illatishi, mayin shamolning larzan yalpishi ve ananing yaqinliq allay naqshisi ularni birdamdila shirin uyquga g'arq qildi. Bir kuni tushda yerdan gör-gör qilgan ovoz anglandi. Yig'izganlar quloq sodilik bilan boshlarni ko'tarib pastga qarab edi. G'oyat yo'g'on bir qancha top qo'lash mashinasi bilan top ishtirish mashinasining yo'l bo'yida turganligini ko'rdi. Voy Allah, bu shovqin so'rallik ovozlar quloqimizni gaz qilib qo'yamdi nima? Dedi anasi yig'izgan quloqini ching etib. Ana, shovqin so'ran degan nima? deb so'radi bir balasi qiziqib. U degan quloqni gaz qilg'ida qattiq chiqib, odamni bearam qildigan ovoz, dedi anasi yig'izgan muloyimlik bilan. Doktor Müşkapilaqdan anglashimcha, bundaq shovqin so'ranlardan qatnash, sanoat va turmush shovqin so'ranlari bor ekan. Ana, top qo'lash mashinasi bilan top ishtirish mashinasining ovozi bak yuqori ekan, dedi yana bir yig'izgan balasi. Shundaq ekan, dedi anasi yig'izgan. Bu yerga bir egiz bino soldigan deb angladim. Agar shundaq bo'lsa, bundan keyin har kuni mushundaq shovqin so'ran ichida yashaymiz, dedi. Anasi yig'izgan uning beshini silab turib. Bu qo'zam nayt to'g'ri aytdi. Mashina, aeroplan, poyezd deganlardan chiqardig'ini qatnash shovqini bo'lib, uni ashu qatnash qurollari chiqardi. Ha, bildim. Mana shu top qo'lash mashinasi va top ishtirish mashinasidan chiqqan ovoz sanoat shovqin so'ranishganda, dedi yana birsi aldirab anasining gapini tortib olib. Turmushimizda shovqin so'ran paydo bo'ladi, dedi anasi yig'izgan gapini davomlashtirib. Masalan, unalg'u, televizorlarni yuqori ovozda qo'yib olish, ommaviy so'rovlarda varqirab gap qilish yoki jidal majra chiqarish qatorliqlardami turmush shovqin so'rani paydo bo'ladi. Ana, bundaq ovozlarni uzoq vaqt anglaversa qandoq bo'ladi? deyishdi ballar anasining bag'riga o'zini etib, jiddiylashgandan titrab turib. Eng avval burunqidek tinch, xotirjam uxlay olmaymiz, dedi anasi yig'izgan ularni quchoqlab turib. Uzoq vaqt mushundaq bo'laversa, terikkak bo'lib qolamiz. Beshimiz og'rib, ko'nglimiz elishib, tutib olish qobiliyatimiz ajizlashib ketadi. Voy Allah, nimancha qo'rqinchliq. Bu yerdan darhol ko'chib ketaylik. Eg'iz-eg'izga tegmay vichirlashdi ular. Bo'ladi, sizlarga uchish mahoratini o'rgatay. Bu yerdan bir kun bo'lsa-mu, baldir ko'chib ketishga tirishaylik. Anasi yig'izgan gapini tugatib bo'libla, ballarga uchish mashq elib berishga boshladi. Ancha uzoq o'tmayla, yig'izgan ballari uchishni o'rganib oldi. Ular anasining yetaklashi bilan o'rmonlardan, yayloqlardan, ko'llar ham tog'lar ustidan uchib o'tishdi. O'rmondagi quyosh shu qadar illiq, osmon shu qadar ko'p-ko'k bo'lib, bir qancha bala yop-yeshil o't ustida laylak uchiryotdi.
Bu laylaklar shunchalik chiroyli bo'lib, gullik kipinak, qizil yingnaxuch, yana nurg'un xillar bor edi. Daraxt to'pisidagi kichik seg'izxonlar anasining allay naqsini anglab yetib, shirin uyquga ketdi. U maqballarning ilmiy tadqiqotxonasi. Shavqin suran degan nima? U nadin keladi? Kichik do'st, shavqin suranning nimaligini bilamsiz? Shavqin suran deganimiz kishilarga keraksiz, ularni bezor qiladigan ovozlar yoki ularning turmush va xizmatiga daxl yetkazish, qarshilik qilish rolini o'ynaydigan ovozlardir. Shavqin suran kelish manbasining o'xshash bo'lmasligiga asosan qatnash, sanoat va turmush shavqin surani deb 3 cho'ng turga bo'lindi. Yuqorqi hikoyamizda qatnash shavqini asosligi qatnash qurollari, masalan, mashina, aeroplan, poyezd qatorliqlar keltirib chiqarganligini tilga ilib o'tdik. Sanoat shavqini asosligi har xil sanoat ishlab chiqarish jarayonida barliqqa keladi. Masalan, zavodlarda mashinalarning silkinishi, surkilishi va urilish qatorliqlardan paydo bo'ladi. Turmush shavqini bo'lsa, asosligi ko'chalar va binolarning ichki qismidagi har xil turmush aslahalari, kishilarning to'plashib faoliyat ilib berishi qatorliqlar barliqqa keltirgan varang-churung, qalaymaqan ovozlar keltirib chiqardi. Masalan, uynalg'u, televizorlarni yuqori ovozda qo'yish, ommaviy so'rinlarda varqirab gap qilish yoki jidal majra chiqarish qatorliqlarmi turmush shavqinini keltirib chiqardi. Shavqin suran uyquga ta'sir yetkazdi. Bundaq muhitda uzoq vaqt yashaganda anglash iqtidori tuvanlash, bosh qiyish, bosh og'rish, asli tutish qobiliyati ojizlashish qatorliq ko'p xil kasalliklarni paydo qiladi.